Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga hozirroq e'tibor berish kerak bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Har bir pensionerga 1500 ming so'm beriladimi? Kim oladi? Kim olmaydi? Nima qilish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Bu savol hozir ko'pchilikni o'ylantiryapti. Ayniqsa pensioner ota-onasi bor oilalar, yolg'iz yashayotgan keksalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar va ijtimoiy yordamga muhtoj insonlar uchun bu ma'lumot juda zarur. Men buni oddiy tilda ortiqcha gaplarsiz, lekin har bir tafsilotgacha tushuntiraman. Chunki bunday xabarlarda eng katta muammo shuki, kimdir hamma oladi deydi. Kimdir faqat ariza yozgan oladi deydi. Yana kimdir pul kartaga avtomatik tushadi deydi. Natijada odamlar chalkashib qoladi. Ayrimlar esa firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizga yoki yaqinlaringizga pulni vaqtida olishda yordam berishi mumkin. Avval qanday edi? Avval pensiya va ijtimoiy to'lovlar masalasida ko'pchilik odatda bitta narsani kutardi. Oy boshida yoki belgilangan sanada pensiya kartaga tushadi yoki pochta orqali yetkaziladi. Qo'shimcha to'lovlar, bir martalik moddiy yordamlar yoki kompensatsiyalar bo'lsa, ular ko'pincha alohida qaror, alohida ro'yxat yoki mahalla orqali aniqlanadigan ehtiyoj asosida berilar edi. Shu joyda bir narsani aniq tushunib olish kerak. Pensiya degani har oy doimiy to'lanadigan mablag'. Qo'shimcha 1.500 ming so'm degani esa har doim ham pensiyaga avtomatik qo'shiladigan doimiy summa degani emas. Bu ba'zan bir martalik yordam, ba'zan ma'lum toifadagi fuqarolarga beriladigan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Ba'zan esa alohida dastur doirasidagi kompensatsiya bo'lishi mumkin. Hozir nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shundaki, davlat ijtimoiy himoyani aniqroq, manzilliroq qilishga harakat qilyapti. Ya'ni oldin pensioner bo'lsa bo'ldi degan umumiy yondashuv ko'p joyda ishlatilgan bo'lsa, hozir ko'proq kim haqiqatan yordamga muhtoj, kimning daromadi kam, kim yolg'iz yashaydi, kimning parvarishga muhtojligi bor, kim ro'yxatda turibdi degan savollar tekshiriladi. Demak, 1.500 ming so'm haqidagi xabarni eshitganingizda birinchi savol bunday bo'lishi kerak. Bu pul hamma pensionerlarga teng beriladimi yoki faqat aniq toifalargami? Ikkinchi savol, bu pulni olish uchun ariza kerakmi yoki avtomatik hisoblanadimi? Uchinchi savol, bu rasmiy qaror bilan tasdiqlanganmi yoki faqat ijtimoiy tarmoqlardagi gapmi? Mana shu 3 ta savolga javob topmasdan turib hech kimga pasport ma'lumotlaringizni, karta raqamingizni, SMS kodni yoki telefoningizga kelgan tasdiqlash raqamini bermang. Endi kimlar bu masalada albatta e'tiborli bo'lish kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya oladigan fuqarolar. Bu yoshga doir pensiya bo'lishi mumkin, nogironlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Agar siz yoki ota-onangiz pensiya olsangiz, bunday xabarni beparvo qoldirmaslik kerak. Ikkinchi toifa, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarda yashayotgan pensionerlar, masalan, bir xonadonda yetim 2 yoshli ona yashaydi. Pensiyasi 9 million so'm yoki 1 million so'm atrofida. Uyda ishlaydigan farzand yo'q, kommunal to'lovlar bor, dori-darmon xarajatlari bor. Bunday holatda mahalla yoki ijtimoiy xizmat xodimlari bu pensionerning ahvolini o'rganishi mumkin. Agar yordam aynan kam ta'minlangan, yolg'iz yoki ehtiyojmand pensionerlarga beriladigan bo'lsa, bu fuqaro ro'yxatga tushishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Uchinchi toifa, yolg'iz yashayotgan pensionerlar. Masalan, otaxonning 2 farzandi boshqa viloyatda yoki chet elda, o'zi bir xonali uyda yashaydi. Pensiyasi bor, lekin parvarish, oziq-ovqat, dori, isitish xarajatlari ko'p. Bunday insonlar ko'pincha yordam kerakligini aytishga uyaladi yoki qayerga borishni bilmaydi. Men shuni alohida aytaman. Yordam so'rash uyat emas. Agar qonuniy asos bo'lsa, bu sizning huquqingiz. 4-toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensionerning sog'lig'i sababli qo'shimcha xarajatlari bo'lsa, masalan, doimiy dorichisi, ko'rikdan o'tishi kerak bo'lsa, protez, maxsus moslama yoki parvarish vositalari zarur bo'lsa, bunday holatlar albatta hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Chunki ko'p ijtimoiy yordamlar shunchaki og'zaki gap bilan emas. Tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi yoki ijtimoiy himoya tizimidagi ma'lumotlar asosida ko'rib chiqiladi. Endi oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Karim ota 68 yoshda. Har oy 1200 ming so'm pensiya oladi. U rafiqasi bilan yashaydi, rafiqasi ham pensiya oladi. Ularning
jami oylik daromadi 2400 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar 1,5 ming so'm yordam aynan barcha pensionerlarga beriladigan bir martalik to'lov bo'lsa, ular ham olishi mumkin. Lekin agar yordam faqat yolg'iz kam ta'minlangan yoki ijtimoiy reyestrga kiritilgan pensionerlarga berilsa, Karim ota oilasi bu toifaga kirmasligi mumkin. Ikkinchi misol, Fatima opa 74 yoshda, yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 980 ming so'm. Har oy 2,7 ming so'm dori-darmonga, 1,7 ming so'm kommunal to'lovga, oziq-ovqatga esa qolganini sarflaydi. Agar mahalla yolg'iz keksalar ro'yxatini shakllantirayotgan bo'lsa, Fatima opa albatta mahallaga murojaat qilish kerak. Chunki u mening ismim avtomatik tushar deb kutib o'tirsa, bazada ma'lumot eskirgan bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, Bahodir aka nogironlik pensiyasi oladi. Lekin u farzandining uyida yashaydi. Farzandi rasman ishlaydi, daromadi bor. Bunday vaziyatda ba'zi yordam turlari berilishi mumkin. Ba'zilari esa oilaning umumiy daromadi hisobga olingani uchun rad etilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman demak albatta olishim kerak deb o'ylash har doim to'g'ri emas. Har bir yordam turining o'z mezoni bo'ladi. 4-misol, Mahbuba opa pensiya oladi. Lekin plastik kartasi ishlamaydi yoki karta muddati tugagan. Agar pul avtomatik o'tkaziladigan bo'lsa, karta ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ba'zan odam menga pul tushmadi deydi. Keyin tekshirilsa, karta yopilgan. Bank hisobida muammo bor yoki telefon raqami eski bo'ladi. Shuning uchun hujjat va bank ma'lumotlarini oldindan tekshirish juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri ro'yxatda bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa va sizga hech kim shubhali qo'ng'iroq qilmagan bo'lsa, vahimaga tushmang. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbalarni kuzatish. Mahalladan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlashtirish, keyin harakat qilish. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Ayniqsa yoshi katta insonlarda ko'pincha pasport almashtirilgan. Telefon raqami o'zgargan, bank kartasi yangilangan bo'ladi. Davlat bazalarida hamma ma'lumot darhol yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir marta mahallaga yoki tegishli tashkilotga borib, mening ma'lumotlarim to'g'rimi, qo'shimcha to'lov bo'lsa menga avtomatik tushadimi deb so'rash foydali. Endi eng muhim joyga keldik. Istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p xato qiladigan masalalar. Birinchi nozik jihat, 1,5 ming so'm degan summa har doim ham bir xil tartibda berilmaydi. Ayrim holatlarda to'lov bir martalik bo'ladi. Ayrim holatlarda bayram, mavsumiy yordam yoki alohida ijtimoiy dastur sifatida ajratiladi. Ayrim holatlarda esa bu pul naqd berilmaydi, balki bank kartasiga o'tkaziladi yoki mahsulot, xizmat kompensatsiya shaklida bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, har bir pensioner degan ibora ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha noto'g'ri ishlatiladi. Rasmiy hujjatda barcha yoshga doir pensiya oluvchilar deyilsa bu boshqa. Ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar deyilsa bu boshqa. Kam ta'minlangan oilalarda keksalar deyilsa bu butunlay boshqa toifa. Shuning uchun xabarni eshitganingizda matnning aniq so'zlariga e'tibor bering. Uchinchi nozik jihat, ariza masalasi. Ba'zi to'lovlar arizasiz bazadagi ma'lumotlar asosida beriladi. Masalan, pensiya oluvchilar ro'yxati mavjud bo'lsa, to'lov avtomatik hisoblanishi mumkin. Lekin ba'zi yordamlar uchun ariza, dalolatnoma, mahalla tavsiyasi yoki ijtimoiy xodim xulosasi talab qilinadi. Agar siz ariza kerak bo'lgan holatda o'zi tushadi deb kutib o'tirsangiz, muddatni o'tkazib yuborishingiz mumkin. 4-nozik jihat, qarzdorlik va karta muammolari. Odamlar ba'zan davlat pul berdi, lekin bank ushlab qoldi deb shikoyat qiladi. Bu masalada huquqiy holatni alohida ko'rish kerak. Ayrim ijtimoiy to'lovlar undirilmaydigan mablag' sifatida himoyalangan bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa bank hisobidagi boshqa majburiyatlar sababli muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun agar sizda kredit, aliment, ijro hujjati yoki bank qarzdorligi bo'lsa, to'lov qaysi hisobga tushishini oldindan aniqlashtiring. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali olish. Ko'p pensionerlarning o'zi borib pul olishi imkoni bo'lmaydi. Farzandi, nevarasi yoki qarindoshi yordam beradi. Bu normal holat, lekin qonuniy tartib bo'lishi kerak. Agar pensionerning kartasi boshqa odam qo'lida bo'lsa, PIN kod bergan odamlarga aytilsa, bu xavfli eng yaxshi yo'l. Bankda rasmiy ishonchnoma yoki vakillik tartibini aniqlashtirish. Chunki keyin pul tushgan,
lekin kim yechganini bilmayman degan nizolar chiqishi mumkin. 6-nozik jihat firibgarlik. Mana buni juda jiddiy qabul qiling. Agar kimdir telefon qilib sizga 1.500.000 so'm tushadi, SMS kodini ayting desa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisidir. Davlat idorasi sizdan SMS kod so'ramaydi. Bank xodimi ham kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, CVV kodi va SMS tasdiqlash kodini so'ramasligi kerak. Agar kimdir pulni tezlashtirib beraman, faqat 100.000 so'm xizmat haqi yuboring desa, bu ham xavfli. 7-nozik jihat muddat. Agar yordam uchun ariza qabul qilinayotgan bo'lsa, muddat bo'lishi mumkin. Masalan, hujjatlar falon sanagacha topshiriladi. Ro'yxat falon sanagacha shakllantiriladi. To'lov falon davrda amalga oshiriladi. Pensionerlar ko'pincha keyin boraman deb yurib, muddatni o'tkazib yuboradi. Shuning uchun bugun eshitdingizmi? Bugunoq aniqlashtiring. 8-nozik jihat, manzil va ro'yxat masalasi. Masalan, pensioner Toshkentda farzandining uyida yashayapti, lekin ro'yxati viloyatda. Yoki aksincha, ro'yxati shaharda, o'zi qishloqda yashaydi. Agar yordam mahalla kesimida shakllantirilsa, fuqaro qaysi mahallada ro'yxatda turgani juda muhim bo'ladi. Shuning uchun yashash joyi, doimiy ro'yxat, vaqtincha ro'yxat va real yashash manzili o'rtasidagi farqni bilish kerak. 9-nozik jihat. Hujjatlardagi ism familiya xatolari. Ba'zan pasportda familiya bitta, bank hisobida boshqa yozilgan, pensiya hujjati otasining ismi qisqartirilgan bo'ladi. Elektron tizimlar bunday farqni xato deb ko'rishi mumkin. Natijada to'lov kechikadi. Agar sizda shunday holat bo'lsa, bank pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlarni to'g'rilash kerak. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: xabar manbasini tekshiring. Ijtimoiy tarmoqdagi noma'lum kanal, audio xabar yoki menga tanishim aytdi degan gapga ishonib harakat qilmang. Rasmiy manbalarni ko'ring. Pensiya jamg'armasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, mahalliy hokimlik, davlat xizmatlari portali, rasmiy Telegram sahifalar yoki kol markazlar orqali aniqlashtiring. Ikkinchi qadam: mahallaga murojaat qiling. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki ijtimoiy xodimdan so'rang. 1500 so'mlik to'lov bo'yicha ro'yxat shakllantirilyaptimi? Kimlar kiritiladi? Ariza kerakmi? Qanday hujjat topshirishim kerak? Savolni aniq bering. Pul bormi? deb umumiy so'ramang. Aynan to'lov turi, toifa, muddat, hujjat va javobgar tashkilotni so'rang. Uchinchi qadam: hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjati. Agar yolg'iz yashasangiz buni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda dori-darmon xarajatlari, tibbiy xulosa yoki oilaviy daromad haqida ma'lumot ham so'raladi. 4-qadam: bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqam ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Hisob raqami faolmi? Agar pensionerning kartasi eski bo'lsa, bankka borib yangilash kerak. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan uyga xizmat, ishonchnoma yoki vakil orqali xizmat olish tartibini so'rang. 5-qadam: ariza yozish kerak bo'lsa, arizani aniq yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning FAEshi, pasport ma'lumoti, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, yordam so'rash sababi va ilova qilinayotgan hujjatlar ko'rsatiladi. Masalan, men yoshga doir pensiya oluvchiman, yolg'iz yashayman. Dori-darmon xarajatlarim yuqori. 1.500.000 so'mlik moddiy yordam bo'yicha holatimni ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Albatta, arizani qabul qilgan odamdan kirim raqami yoki tasdiq olishni unutmang. 6-qadam: javobni nazorat qiling. Ariza topshirdingizmi? Bo'ldi, endi kutaman deb qolmang. Qachon ko'rib chiqiladi? Kim javob beradi? Telefon raqami qaysi? Ro'yxat qachon tasdiqlanadi? To'lov qachon bo'ladi? Bularni yozib oling. Agar rad javobi berilsa, sababini so'rang. Sizga to'g'ri kelmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi mezonga to'g'ri kelmadingiz? Qanday hujjat yetishmadi? Qayta topshirish mumkinmi? Shuni aniqlang. 7-qadam: yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p keksalar telefon orqali ma'lumot izlay olmaydi, rasmiy saytlarni o'qiy olmaydi, bank ilovasidan foydalana olmaydi. Agar sizning ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingiz pensioner bo'lsa, ularga shunchaki borib so'rang demang.
Birga boring, hujjatlarni tartiblang, kartasini tekshiring, mahalladagi mas'ul bilan gaplashing. Bu juda katta yordam bo'ladi. 8-qadam firibgarlardan himoyalaning. Hech qachon SMS kodini bermang. Hech qachon karta orqasidagi 3 xonali kodni aytmang. Hech qachon oldindan to'lov qilsangiz, yordam pulini chiqarib beramiz degan odamlarga pul yubormang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonini qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga yoki mahallaga qo'ng'iroq qiling. Katta yoshdagilarga ham shuni qayta-qayta tushuntiring. 9-qadam, agar pul tushsa, uni to'g'ri rejalashtiring. 1.500.000 so'm ko'p oilalar uchun katta yordam. Lekin uni bir kunda keraksiz xarajatlarga sarflab yubormaslik kerak. Avvalo dori-darmon, kommunal qarzdorlik, oziq-ovqat, qish mavsumi uchun zarur xarajatlar, tibbiy ko'rik kabi eng muhim narsalarni birinchi o'ringa qo'ying. Agar pensioner yolg'iz bo'lsa, farzandlari bu pulni o'z ehtiyojiga ishlatib yubormasligi kerak. Bu pul pensionerning ehtiyoji uchun beriladi. 10-qadam, nizoli holatda yozma murojaat qiling. Agar siz barcha mezonlarga to'g'ri kelsangiz, lekin ro'yxatga kiritilmagan bo'lsangiz, og'zaki tortishish bilan cheklanib qolmang. Mahallaga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Murojaatda holatni aniq bayon qiling, hujjatlar nusxasini ilova qiling, javobni yozma shaklida so'rang. Yozma murojaat bo'lsa, masala nazoratga olinadi. Yana bir muhim maslahat. Agar siz pensioner nomidan harakat qilayotgan bo'lsangiz, uning roziligini oling. Ayrim farzandlar ota-onasining hujjatlarini olib, o'zlari murojaat qiladi. Lekin pensionerning o'zi bundan bexabar bo'ladi. Bu noto'g'ri. Hujjat, karta va pul masalasida shaffoflik bo'lishi kerak. Ayniqsa qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik chiqmasligi uchun hamma narsa ochiq bo'lsin. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Bunday to'lovlarda eng katta yutuq hujjatlarni tartibga keltirish va vaqtida murojaat qilishdir. Ko'pchilik pul yo'qligidan emas, ma'lumotni kech bilganidan yoki noto'g'ri joyga borganidan yutqazadi. Masalan, bir fuqaro bankka boradi. Bank esa bu bizning masala emas, mahallaga boring deydi. Mahallaga boradi. U yerda pensiya bo'limidan ma'lumot olib keling deyishadi. Odam charchaydi va tashlab qo'yadi. Shuning uchun oldindan qaysi tashkilot nima uchun javob berishini bilib olish kerak. Agar to'lov pensiya tizimi orqali bo'lsa, pensiya jamg'armasi asosiy manba bo'ladi. Agar moddiy yordam mahalla orqali bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya xodimlari muhim bo'ladi. Agar karta va hisob masalasi bo'lsa, bank javob beradi. Agar hujjat yoki shaxsiy ma'lumotda xato bo'lsa, davlat xizmatlari markaziy yoki tegishli idora yordam beradi. Har bir muammoning o'z eshigi bor. Siz aynan o'sha eshikni taqillatishingiz kerak. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 1.500.000 so'm haqidagi xabarni eshitgan har bir pensioner va uning yaqinlari befarq bo'lmasligi kerak. Lekin vahima ham qilmaslik kerak. Eng avvalo rasmiy manbani tekshiring. To'lov kimlarga berilishini aniqlang. Ariza kerak yoki kerak emasligini so'rang. Hujjatlaringizni tayyorlang. Bank kartangizni tekshiring va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar siz yoki yaqiningiz yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boshqa pensiya olayotgan bo'lsa, bu gunoh mahalladan yoki tegishli idoradan aniqlashtiring. Ayniqsa yolg'iz yashayotgan, daromadi kam, dori-darmon xarajati ko'p, parvarishga muhtoj pensionerlar bu masalada faol bo'lishi kerak. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda 1.500.000 so'm bo'yicha qanday ma'lumot berishyapti? Mahalla nima deyapti? Pul avtomatik tushadi deyishyaptimi yoki ariza so'ralyaptimi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir haqqini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.